Azizlar, sizlar bilan bugun biz qadimgi dunyo tarixidagi Oldi Osiyo mamlakatlari haqida gaplashib chiqamiz. Oldi Osiyo davlatlariga aynan qaysi davlatlar kiradi va bu davlatlarni biz nima uchun bilishimiz kerak? Tarix fanini onlayn Telegramda jonli darslar orqali o'rganing. Joylar soni cheklangan. Hozir ro'yxatdan o'ting va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Birinchi o'rinda Oldi Osiyo davlatlariga qaysi davlatlar kirishini bilib olishimiz kerak. Qadimgi Assuriya, Het, Mitani, Finikiya kabi davlatlar Oldi Osiyo davlatlari hisoblanadi. Bu davlatlar o'sha ilk sivilizatsiya markazlari sifatida tarixda qayd etiladi. Keyingisi esa bizda o'sha Oldi Osiyo davlatlarining ilk davlati bu Assuriya davlati hisoblanadi. Assuriya davlati shu Dadla-Furot daryolar oralida joylashgan davlat hisoblanadi. Bu davlat poytaxti avvalo Shur, keyin Nineviya bo'ladi. Bu davlat miloddan avval 605-yilda Bobil va Midiyani birlashgan qo'shini tormol keltiradi. Keyingisi esa bizda aynan o'sha Oldi Osiyo davlatlaridagi eng yirik davlatlardan biri Het davlati hisoblanadi. Bu davlat miloddan 18-asrda o'tishga keladi. Ayni hozirgi Turkiya hududida bu davlat aholisi asosiy mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilik bo'ladi. Hetlarning poytaxti Hattusa shahri hisoblanadi. Bu davlat o'sha bir qancha sabablar yo'li tanazzulga yuz tutadi. Buni aynan tarixchilar nima bilan bog'liq ekanligini bir voqelik bilan bog'lab aytishadi. Ya'ni dengizda nomlari noma'lum bo'lgan xalqlar aynan Het davlatini bosib olgan deyishadi. Chunki Het davlatini bosib olishiga sabab esa Het davlatining Mitani davlati bilan tinimsiz olib borgan urushlari sabab bo'ladi. Chunki bu urushlar Het davlatini kuchsizlantirib tashlaydi. Ayni Mitani davlati hozir Suriya hududida vujudga kelgan jangari xalqlardan biri hisoblangan. Undan keyingi davlatimiz esa bizda Urartu davlati hisoblanadi. Urartu davlati hozirgi Turkiya, Kavkaz ortida va Armaniston bir qismida joylashgan davlat hisoblanadi. Bu davlat 9-8-asrlarda gullab yashnaydi. Bu davlat poytaxti Tushba shahri hisoblanadi. Bu davlatni Assuriya davlati bosib oladi. Ya'ni ularning Teshbayni degan qal'asi ishg'ol etilgandan keyin bu davlat zaiflashib qoladi va tanazzulga yuz tutadi deb tarixchilar aytib o'tishadi. Keyingisi esa bizda Oldi Osiyoning eng mashhur davlatlaridan biri hisoblangan Finikiya davlati hisoblanadi. Finikiya davlati O'rta Yer dengizining sharqiy qirg'og'i bo'ylab Livan va Suriyaning bir qismida joylashgan davlat hisoblanadi. Bu davlatning asosiy mashg'ulotlaridan biri savdo-sotiq hisoblanadi. Chunki bular dengiz bo'yida joylashganligi uchun qo'shni xalqlar bilan ko'plab savdo aloqalarini olib borishadi. Xususan bular O'rta Yer dengizida Tirsidan Ugarit kabi davlatlarga asos solgan va bular jahondagi eng olamshumul ixtirolardan biri alifboga soladi. Ular 10-asrda 22 ta o'ndash harfdan iborat o'zlarining alifbolarini yaratishadi. O'sha Finikiya alifbosi asosida keyinchalik Yunonlar o'zining alifbosini miloddan avval 8-asrda yarashadi. Faqatgina unga 2 ta o'ndash harfni qo'shib qo'yishadi. Keyingisida Isroil va Yahudiy podshohligi. Isroil podshohi 11-asrda Falastin hududida vujudga keladi. Bu keyinchalik Yahudiy podshohligi bilan birlashib ketib, ikkalasi birgalikda o'sha bitta davlat maqomida harakat qilishadi. Yahudiylarning muqaddas kitobi bor. Bu kitobda o'sha yahudiylarning eng muhim voqealari, eng muhim shaxslari, eng muhim yilnomalari haqida bevosita xabar berilgan. Bu davlatlar o'sha jahon sivilizatsiyasiga qanday ta'sir o'tkazgan bular o'zining meroslarini tashlab ketishgan. Chunki bulardan qolgan tarixiy manbalar orqali biz tarixning eng muhim qismlarini va davrlarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu boisdan ham Oldi Osiyo davlatlarini tahlil qilish tarixiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.